Buni bu yoqqa qo'yamiz. Akajon, iltimos uyimga kiring, hozir o'g'lim tok urib qo'yadi. O'zingiz qarang o'g'lingiz. Ana, to'pni. Eshikni ocha olmayapman, iltimos. Yo'qqa qo'ysak. Tezroq bo'ling. Xo'p, hozir bog'ni olib olay. Eshik ochiq ekan-ku. Kiring aka, tezroq. To'qqa chiqamiz. Qo'lingni to'q, bolakay. Bolakay, ko'zingni och. Bolakay. Xudoga shukr. Xayriyat o'ziga keldi. Siz kimsiz, amaki? Bolam, yangi yil o'tib ketganiga ancha bo'ldi-yu. Nima qilasan bularni to'kka tiqin? Dadam har yil Ramazonga yaqin uyimizni bezatib bayram qilib berardilar. Oyim kelguncha uyni bezatmoqchi edim. Barakalla o'g'lim. Dadangni biroz kutmabsan-da. O'zingiz qarasangiz bo'lmasmidi? Amaki, kimga gapiryapsiz? Dadangga? Axir dadam osmondalar-ku. Nima?